Yaxshimizlar ko'pchilik. Bugun biz singishlik bo'lgan tuxum ugrisini birlikda o'rganib chiqaylik. Oldi bilan soğuk qo'y go'shtini silib, qaynaganda ko'pgina elib, zanjir silib, tuvoq nepib, bo'sh o'tda 20 minut dumlaymiz. 1 kilogram unga 25 gram tuz, bir dona tuxumning eqini chiqib, ya'ni 480 gram suv quyib, xamir yo'g'irib, rosa chaylab, yaltiroq bilan o'rab 10 minut tindiramiz. Xamir tingichlarlikda qo'shimcha materiallardan chamg'or, pomidor, bosh piyoz, osh kukini to'g'rab tayyor qilib olib, to'g'rab olgan chamg'urni ugurni sho'rpisiga silib, tuvoq nepib, bo'sh o'tda 10 minut qaynatib olamiz. Xamirni qo'l bilan zovul qilib, qaytadan yaltiroq o'rab, yana 10 minut tindiramiz. Tindirishdagi maqsad cho'pni yeyishga qulaylik bo'lish uchun. Xamirning ustiga un chechib, qo'l bilan besib, yapaloqlab, no'g'ish bilan suratda ko'rsatilgan bo'yicha takshi yeyib tayyorlab, chiroyli qatlab, inchga ugur qilib, kesib tayyor qilib olgandan keyin ugurning tuxumni suvda pishirib olsak yaxshiroq bo'ladi. Pishirish usuli tuxumni cho'mishga chiqib, normal qaynagan suvga silib, 3 minut qaynatib pishirib suzib ilib, tuvoqni echib, muvofiq miqdorda tuz silib, yarim qo'sh aqmosh, pomidor, bosh piyozni silib, aralashtirib 2 minut qaynatib, ichidagi go'shtni suzib elib, oshxonalarda ugurning sho'rpisi suzuk chiqish uchun cho'pini ayrim qozonga silib, pishirib suzib elib, chiniga jalab, sho'rpisini ustiga quyib, uning ustiga tuxum, qo'y go'shti, pinna, osh yukin sepib tayyorlasak bo'ladi. Tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, meni qo'shilib ayrim xonamda haqsiz maslahat so'rang.